Herkese merhaba. Türk tilidagi yozma bo'limi uchun tayyorlanishga bir yordamchi qo'llanma sifatida shu kitobni taxladim. Bu kitobda siz nimalarni ko'rishingiz mumkin? Bu kitobda avvalo shu kungacha yaqinda tushgan savollar va ularga javoblar ko'rishingiz mumkin va imtihonda qanday holatda sizga savollar kelsa, xuddi shu holatda savollar va javoblar shaklida birinchi qismi tayyorlangan. Mana bu yerda aynan Go'rev masalan qaraydigan bo'lsak, aynan sizga qanaqa topshiriq beriladi, qanaqa e-posta keladi, siz unga qanday shaklda javob yozishingiz kerak, qaysi ifodalarni qo'llanishingiz kerak, shular namuna asosida yozib chiqilgan. Mana hammasi birinchi qism uchun ham, ikkinchi qism uchun ham, uchinchi qism uchun ham. Keyin esa o'sha yozma bo'limining birinchi, ikkinchi, uchinchi qismlariga siz mustaqil tayyorlanishingiz uchun go'revlar berilgan, ya'ni aynan sizga e-posta yozilgan va sizdan nimalar yozishingiz kerakligi xuddi shu shaklda istalgan. Bundan bitta, ikkita emas, bir nechta topishingiz mumkin va ikkinchi bo'lim kengaytirilgan yozma shakli hisoblanadi. Essega o'xshash uzun matn yozishingiz kerak. 180-200 so'z oralig'ida bo'lishi kerak bu matn. Shuning uchun yaxshiroq tayyorlanish uchun tushishi mumkin bo'lgan ikkinchi bo'lim shablonidagi savollar sizga ko'proq berilgan. Keyin yozmada foydalanish uchun shablon jumlalar bor bu yerda. Bulardan ham foydalanib o'sha yozmangizni rivojlantirsangiz bo'ladi. Aynan qaysi qismlarida qaysi jumlalarni ishlatish mumkin. Bu yerda uzun-uzun gaplar bor va bularni ishlatib ham vaqtdan yutishingiz mumkin, ham ko'proq so'z ishlatgan bo'lasiz. Keyin aynan o'sha birinchi qismda norasmiy maktub bilan rasmiy maktubni qanaqa farqlari borligi, qanday yozish kerakligi haqida yo'naltirma bor va keyin aynan yozmani qanday yozishingiz kerak, qaysi qismlar bo'lishi kerak, qanday so'zlar ishtirok etishi kerak, qayerida nima yozishingiz kerak, ana o'shani shabloni bor. Aynan ko'chirib olish uchun emas, lekin qayerda nima yozishi ko'rib olish uchun. Keyin bog'lovchilar bor. Bog'lovchilar turkcha va o'zbekchasi aynan yozib berilgan. Bularni deyarli hammasini yozmada ishlatsak bo'ladi. A1dan boshlab J1gacha darajagacha berilgan va bu yerda not aynan nimalar qilish yoki nimalar qilmaslik ko'p beriladigan savollarga ham javob berib o'tilgan.